Nima uchun bola yomon ovqatlanishi mumkin? Savol juda qiziq. Va biz buni 2 daqiqada bajara olmaymiz. Shuning uchun men sizga faqat aniq narsalarni aytib beraman. Darhaqiqat, kasallik paytida siz va men kabi bolalarda ishtahaning pasayishi kuzatilishi mumkin va bu mutlaqo normaldir. Shuning uchun biz chaqaloq yaxshi bo'lguncha kutamiz va uning ishtahasi normal holatga qaytadi. Biz albatta ovqatni talab qilmaymiz yoki majburlamaymiz. Yaxshisi, ko'proq suyuqlik taklif qilamiz. Lekin yana bir holat bor. Bola asta-sekin o'z ratsionni toraytiradi, odatdagi taomlardan voz kechadi va yangi narsalarni tatib ko'rishni xohlamaydi. Asosan bunday holat 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchraydi. Bu hodisa neofobiya deb ataladi, ya'ni yangi narsalardan qo'rqish. Bu qo'rquvning ildizlari qadim zamonlarda odamlar go'rlarda yashaganlarida. Bolalar dastlab asosan onalari bilan birga bo'lgan va 2 yoshida ular mustaqil ravishda harakatlana boshlagan va u yoki bu rezavor yoki o'simlikni sinab ko'rishlari mumkin edi. Va bu rezavorlar yoki o'simliklar zaharli bo'lmaganligi haqiqat emas. Shuning uchun o'zini himoya qilish uchun yaxshi instinktga ega bo'lgan bola yangi narsalarni sinab ko'rishdan qo'rqardi va har doim faqat ilgari ko'rgan narsalarni iste'mol qildi. Bir so'z bilan aytganda shunday. Savol: nima qilish kerak? Asosiysi bu hodisaga sabr-toqat va tushunish bilan munosabatda bo'lish, lekin biz tez-tez sodir bo'ladigan muhim xatolarga yo'l qo'ymaslikdir. Farzandingiz rad etishiga qaramay, yangi taomlar va yangi taomlarni taklif qilishni davom ettirish muhimdir. Ko'pincha biz faqat bola aniq rozi bo'ladigan taomlarni taklif qilishni boshlaymiz. Shu bilan biz o'zimiz uning ratsionini toraytiramiz. Shuningdek, majburlab ovqatlantirish ham to'g'ri emas. Agar bola dasturxon atrofida bosim va noxush muhitni his qilsa, ovqatlanish jarayoni o'zi uchun stressga aylanadi. Shunda esa dasturxon atrofida to'g'ri tutish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Sabrlik bilan yondashing, dasturxon atrofida do'stona muhitni saqlang, turli xil taomlarni taklif qilishda davom eting va faqat bolangiz yoqtiradiganlarini emas, boshqalarini ham taklif qiling. Mas'uliyatni bo'lishish qoidasi haqida esda tuting. Siz ovqatni xarid qilasiz, tayyorlaysiz va dasturxonga qo'yasiz. Bola esa dasturxondagi taomlardan nimani va qancha miqdorda yeyishini yoki umuman yemaymanmi, o'zi hal qiladi.